Assalomu alaykum hammaga. Men bugun ozgina prava haqida gaplashmoqchiman. Именно водительский prava, ya'ni haydovchilik guvohnomasi haqida sal aytmoqchiman. Misol uchun, Fransiyaga kelmoqchi bo'lsanglar yokida там Yevropaga. Endi men именно Fransiyani aytib o'taman, потому что men Fransiyada yashayapman. Fransiyani более bilaman. Более salroq bo'lsa ham bilaman. Misol uchun, Fransiyaga kelib, o'zinglarning pravanglar bilan kelmoqchisizlar. O'zbekistonni pravasi bilan yokida tam Tojikistonni pravasi bilan yokida boshqa davlat pravasi bilan kelmoqchi bo'lsanglar, u pravanglar faqat 1 yilgina ishlaydi. 1 yilgina. 1 yil ichida sizlar уже mana shu pravanglarni almashtirishingiz kerak bo'ladi fransuz pravasiga. Ya'ni bu yerda ofitsialni o'qishga topshirishingiz mumkin bo'ladi. O'qishga topshirib, o'sha yerda o'qishingiz mumkin. Xohlasanglar onlayn kursga topshirishingiz mumkin yokida offlayn. Ya'ni xohlasanglar darsga borib yursanglar bo'ladi yokida onlayn dars o'tsanglar bo'ladi. Onlayn darsga o'tadigan bo'lsanglar sal arzonroq bo'ladi. Уже o'qishga boradigan bo'lsanglar yokida mana bu avtoshkolaga boradigan bo'lsanglar, уже qimmatroq bo'ladi. No taxminan 400-500 yevro atrofida farq qiladi. Misol uchun 1,5 ming yevro to'lasanglar, avtoshkolaga to'lasanglar, mana shunaqa bo'ladi. Где-то 1,5 ming yevro. Onlayn o'qiydigan bo'lsanglar, уже taxminan 1000 yevro. 1000 yevro ketkazasizlar. Men bu taxminan emasda aytyapman точный summasini. Men aytolmayman, chunki hamma avtoshkolada har qanaqa bu yerda. O'zini price har qanaqa. No, taxminan onlayn o'qiydigan bo'lsanglar, taxminan 400-500 yevro cho'nchakka qoladi. Так что agarda botga keladigan bo'lsanglar, обязательно o'qishingiz kerak bo'ladi. O'ylamanglar, что men O'zbekistonda pravaga o'qidim, botga kelaman, bu yerda уже ishlayveradi bizning pravamiz. Yo'q, bu yerda ishlamaydi. Bu yerda обязательно frantsuzskiy pravaga topshirishingiz shart. Olishingiz shart frantsuzskiy pravani. O'zbekiston pravasi umuman o'tmaydi. Misol uchun, taksovatdan qilmoqchi bo'lsanglar, без dokument taksovat qila olmaysizlar. Именно frantsuzskiy prava bo'lishi shart. Bunaqa boshqa iloji yo'q. Так что, agar yoqqan bo'lsa video, like bosib qo'yinglar.